yalaysan, muzqaymoqqa qalaysan. Ismingiz nima? Muhammad Amin. Muhammad Aminmi? Necha yoshsiz? 7 yosh. 7 yoshsiz. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Tish doktori. Tish doktori. Tishlaringizni zo'r qilib tashirkan siznikigina. Muhammad Amin she'r bilasizmi? Masvoy nima yalaysan, muzqaymoqqa qalaysan. Katta bo'lsangiz nima niyatingiz bor sizni? Katta bo'lsam, dadamga o'xshab o'qimoqchiman. Malades. Yanachi? Dadamga o'xshab mashina mingim keladi. Malades. Niyatlaringizga yeting, xo'pmi? Mana qo'lni bitta tashlangchi. Nega sen darsdan chiqib ketaversan maktabda? Yoqmaydimi maktab? Sizlarni alazingiz yo'qotdi. Bizning alazimiz yoqadimi? Bo'ldi. Ismingiz nima? Ismoil. Ismoil. Necha yoshsiz? 7. Qaysi maktabga borasiz? 27-oy bo'lmak. Kimni yaxshi ko'rasiz uyda? Hammani. Hammani oyingizni yaxshi ko'rasizmi? Dadangizni-chi? Yaxshi ko'rasiz? Kim ko'p pul beradi sizga? Uyda ovqat yo'q bo'lsa, otam beradi. Otangiz beradi. Siz ham she'r bilasizmi? Bitta aytib beringchi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, otalar va onalar, qalbim mollar. Assalom ustozlar, siz mehribonlar. Assalom sizlarga eng mehribonlar. Barakalla. Maktabda sizni bittasi yomon bola desa nimadir deysiz? O'zing yomonsan. O'zing yomonsandirmi deysiz, urushmasmi deysiz? Ismingiz nima? Gulyuz. Gulyuz. Nima chiroyli ismingiz bor? Kim qo'ygan ismingizni? Onam. Onangiz qo'ygan. Onangiz sizni yaxshi ko'radimi? Malades. Yangi yilda nima sovg'a olishni xohlaysiz? iPhone 7. iPhone 17. O, dadangizga ayting, iPhone 17 olib bering, dada deb. Uning uchun nima qilish kerak? Yaxshi bola bo'lish kerak. Yaxshi bola bo'lish kerakmi yo yaxshi o'qish kerakmi? Ikkalasi ham. Ikkalasi ham, ha? Uyda eng ko'p kimni yaxshi ko'rasiz? Dadam. Dadangizni? Nima uchun dadangizni yaxshi ko'rasiz? Oldilarda yotaman. Ko'proq pul beradilar, maktabimga olib tashiydilar. Dadangiz, qizlarni nima deydi? Dadasi ularni qanoti bo'ladi deydi. Sizni qanotingiz dadangiz ekanda. Malades. Oyingizni ham yaxshi ko'rasizmi? Oyingiz bilan dadangiz urushib qolmaydilarmi? Yo'q. Malades. Qaysi fanni yaxshi ko'rasiz? Hamma fanni yaxshi ko'raman. Hamma fanni? She'r bilasizmi? Bilaman. Aytib beringchi. Amir Temur ulug' bobo, so'zlarga to'la bobo, u arbob ham lashkar boshi, sevgan elning keksa yashida bor, dunyoda bor hayot, Temur bobom bor hayot. Malades. Ingliz tilini ham bilasizmi? Qayerda o'rgangansiz? Ingliz tilini ko'proq mashaitda yaxshi o'rganganman. Alazizda yaxshi o'rgangansiz, a? Sanashlarni bilasizmi? Qani sanab beringchi ingliz tilida? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 Malades. 14. Malades. Endi o'zingizni tanishtirib bera olasizmi ingliz tilida? Qani? Hello, my name is Gulyuz. I am 8 years old. Tasavvur qiling. Maktabda sinfdoshlaringizdan bitta qiz sizni qo'lingizni tishlab ketdi. Nima qilardingiz? Ustozga aytib berardim. Ustozga aytib berarmidingiz? U bilan urushmasmidingiz? Urushmang, yaxshi qiz bo'ling, xo'p? Endi nima qilamiz? Alazizda zo'r o'qib. Nima qilamiz? Yaxshi niyatlarga aytamiz. Malades. Ismingiz nima? Ma'murjon. Ma'murjon, necha yoshsiz? 8. 8 yosh. Qaysi maktabda o'qiysiz? 13-maktab. 13-maktab qayerda? Niyozbosh. Uydagilaringizdan eng ko'p kimni yaxshi ko'rasiz? Dadamni. Dadangizni? Nima uchun dadangizni oyingiz emas? Dadam ko'p narsa olib beradi. Narsalar ko'p olib beradimi? Uyda eng yaxshi baho olib kelsangiz kim sizni quchoqlab o'pib qo'yadi? Opam. Opangizmi yo dadangizmi? Opam. Maktabda eng yaxshi ko'rgan ustozingiz bormi? Kim? Ismi nima? Gulnor opa. Ha, Alazizdachi? Muxlispa. Muxlispa. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Uchuvchi. Uchuvchi. Uning uchun nima qilish kerak? Yaxshi o'qish kerak, tillarni bilish kerak. Qalaysiz? Yaxshi. Yaxshi. Ismingiz nima? Oysha. Oysha, necha yoshsiz? 10.
10 yosh. Qaysi maktabda o'qiysiz? 23. 23-maktabda, Pushkin maktabida. Yaxshi o'qiysizmi? Necha olasiz baho? 5. Aldamay. Aldamay. Aldamayapman. Aldamayapsizmi? Uydagilaringizni eng ko'p kimni yaxshi ko'rasiz? Onamni. Onangizni ismi nima onangizni? Gulchehra. Gulchehra. Yaxshi ko'rishingizni ayta olasizmi? Ha, bitta aytib beringchi. Onamni sizni yaxshi ko'raman. Dadingizni ham yaxshi ko'rasizmi? Oyingizni-chi? Oyimni. Eng ko'p siz bilan kim shug'ullanadi? Onam. Onangiz shug'ullanadi. Dadingiz oyingiz ishlaydilarmi? Qayerda ishlaydilar? Magazini bor. Magazini bor, iya. Magazinni boyvachchi qiziman deng. Har kuni narsalar yerkansizda, tishingiz nega qurtlab ketmagan? Tishimni menga shikolat berishmaydi. Berishmaydimi? She'r bilasizmi? Aytib beringchi. 11 ta baliq daryoda xo'p suzishdi. Baliqchining do'riga 4 tasi tastab tushdi. So'ngra yana 3 tasi baliqchi ushlab oldi. Qani toping jo'rdoq, nechtasi qochib qoldi. Malades. Yangi yilda nima sovg'a olmoqchisiz? Yangi yilda ishkilatda. Ishkilatlamoqchimisiz? Yanachi? O'yinchoq. Orzungiz bormi? Aytingchi. Onam kabi borish. Malades. Sizda qizlar ko'p bo'lsin.